Assalomu alaykum, hurmatli biz kuzatuvchilar. Mana bu mashinamiz mana Cobalt avtomashinasi 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Ash oldidan ham urilgan, orqasidan ham urilgan. Hozir mana buni oldikda joyiga to'g'rilab qo'yib, buni mana varid qildik. Endi ustini qo'yamiz. Ustini qo'yganda mana bitta ham oyoqlari bor. Mana bu narigi tarafga o'xshagan. Shularni qo'yishimiz kerak. Oyoqlari ham parcha-parcha bo'lib mana shu yerda mana yotibdi, parcha-parcha bo'lib. Xudo xolasa tortdik buni oldiga. Mana bu joydan orqa tomonda padushkan tagida ham skladka bor edi, uni bu tortdik. Mana bu yordamida shu yordamida tashqariga tortdik. Oldiga tortib qo'ygan holatda ichkariga shishib qolgan narsani tashqariga tortib turib, urib keltirib, qaytadan mana bu joyga qo'ydik. Endi qolgan narsalarni ham qo'yamiz. Mana olib beramiz, molingda. Bu ham mana buni ham ichlaridan ajratib olib, yana qaytadan joyiga sorka qilib, qiyshayib, hamma narsasi qiyshayib ketgan edi. Terib taqlatib, joy-joyiga xudo xolasa hammasini keltiryapmiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Nodir Avto kanalini kuzatyapsizlar. Yana videolar davomida qo'yamiz. Mana bu joyda mana orqa qanotni qo'yapmiz. Mana radnoy bu xudo xolasa ustiga bu narsa tegmasdi, skotchlab tashladik. Buni ustini radnoy krilo qo'yapmiz mana. Mana do'stlar, xudo xolasa lonjronimiz sal eshilib qolgan ekan. Shuni bunday qilyapmiz mana. Bo'ldi, qaytarib ko'ramiz. Boburjon ushlab turamiz. Davay qaytar. Qaytarchi. Qaytdimi? Bitta qo'yib ko'ramiz. Mana zajimni ham yechamiz, buni ham. Buni ham jelik qo'yib ko'ramiz. Assalomu alaykum, hurmatli biz kuzatuvchilar. Mana Cobaltimiz qadamlik ko'rgan mashinalaring uzoqdan beri ko'rsatyapmiz. Xo'p, bu mashinamiz qolib ketyapti, qilinolmay, vaqtimiz yetmay. Mana shu mana kapotni kustogini oldik, bu kapotni boshqa oldik. Mana tarafda ezilgan joyi bor edi, ichini ham kesib, o'zini to'g'rilab qayta qo'yilgan ekan. Endi hozir biz buni boshqa kapotdan kesib oldik, mana ichlariga gidiklarni joyda. Boshqa kapotdan olib, buni mana shu yerga qo'yamiz. Mana shu holatda qo'yib, mana razmerlarimiz ham chiqib qoldi. Mana do'stlar, xudo xolasa buni ham qilib oldik, endi chaqlab joy-joy keltiramiz. Mana do'stlar, xudo xolasa gruntovkaga harakat. Gruntovkalar sepib, xudo xolasa chiroyli qilib yaqinlashdik, xudo xolasa bu ham. Tursunali bu, Tursunboy. Turib. Og'abek nima gap? Qani? Bunday qilaylikchi, qochaylikchi. Maza qildik-ku, to'sib. Har burilganda to'sdik. Mana o'sha aytgan radnoy krilo, ash gruntovka nima deydi? Shpagilovka bo'lgan joylar o'zi gruntovka sepib, kraskasi o'sha joy bo'ladi. Aytlardi. Mana itlar mondalik aytlar, qirib tashlab yuvish kerak buni. Mana joylarda mana yomon kirlar bir narsalar turibdi. Qirib tashlab, tozalab, yuvib, najdaklash kerak buni. Bamperda ham shu joyda o'zi kraska bo'ladi, kichkina joyi. Bu ham radnoy bamper. Endi bamperda radnoy, ne radnoy qizig'i yo'q-ku. Hech qanday shu joyini o'zi sepiladigan bamper uchrab qoldi. Oldi ham xuddi shu o'zi. Mana bu yoqda mana o'g'ilcha mashinani yuyapti. Qani, ota? Kechqurun. Mana. Mana bu joyga issiq olib kirib qo'yamiz. Ichkari issiq. Sokalar nima gap? Oldi bamper ham shu, mana shu joyda o'zi sepiladi. Kichkina joy, qolgan joylar tiniq. Mana bu kapotgacha ko'rgan kapotlaring mana shu tomoni qo'yildi.
Mana ichi do'stlar ulangan joyi mana ko'rib turibsizlar. Germetiklari o'ziniki, mana joylari juda xunuk edi. Mana qo'ydik, mana yangidek bo'ldi.